Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari, mehmonlari. Xo'p, bugungi video darsimizda qurilmalar dispetcheri deb nomlanadi yoki ruschasiga dispetcher устройство deb ataladi. Demak, kompyuterga qo'yilgan to'liq qurilmalar haqida ma'lumot olish mumkin. Xo'p, uning uchun yana plus tugmasiga sichqonchani olib kelamiz. Bir marta chap tomonni bosamiz. Va yana edit kompyuter ustida yana sichqonchani o'ng tomonni bosamiz va yana свойствоni tanlaymiz. Keyingi chiqqan oynadan pastga tushamiz, sichqonchani aylantiramiz baravarni. Pastga tushsak bizda mana dispetcher устройство degan yozuv chiqadi. Shuni tanlaymiz. Demak, bizda dispetcher устройство oynasi chiqdi. Xo'p, demak qurilmalar dispetcheri deb aytsak bo'ladi o'zbekchasiga. Xo'p, demak bu dispetcher устройствоda shu kompyuterimizga o'rnatilgan to'liq qurilmalar haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Xo'p, demak birinchi tepadan audio va video audiolar. Xo'p, undan keyingisi video karta. Kompyuterga o'rnatilgan video qurilma haqida ma'lumot beradi. Birinchisi bizda tovush, audio bilan ishlaydigan qurilmalar haqida. Undan keyin disk qurilmalari, ya'ni xotiralar haqida ma'lumot beradi. Demak, xotiralar qanday xotira qo'yilganligi haqida ma'lumot beradi. Undan keyin tovush, ya'ni chiqarish qurilmasi. Undan keyin kameramiz. Bizga yana bitta kerak bo'ladigan bizda USB portlar haqida ma'lumot. Undan keyin monitor. Undan keyingisi va eng ko'p kerak bizga protsessor bo'ladi. Ya'ni protsessorimiz haqida ma'lumot, to'laqonli protsessorimiz haqida ma'lumot olsak bo'ladi. Undan keyingisi bizga sетевой adapterni ko'rishimiz mumkin. Bu tarmoq adapteri. Ya'ni kompyuterimiz tarmoqlar haqida ma'lumot olsak bo'ladi. Demak, bizda mana simli tarmoq hisoblanadi. Simli tarmoq orqali ulangan. Xo'p, demak eng ko'p kerak bo'ladigan qurilmalar shular hisoblanadi. Asosan ko'proq foydalanamiz va ko'proq ishlatadigan qurilmalarimiz hisoblanadi. Demak, audio, video, xotira qurilmasi, tovush, kamera, undan keyin protsessorlar va tarmoq. Demak, mana shu qurilmalarimiz eng ko'proq kerak bo'ladi va dispetcher устройство qurilmalar dispetcheri orqali biz bularni ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman ustozlar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.